Karvon. Abdori Ilyar Ataman. 6 qism. Sadirkam shu tariqada hammaylarni bir qo'r tanishtirib chiqdi. Oxirida meni ularga tanishtirib bundoq dedi. Ko'pchilik. Bu yoq bo'lsa bizning yangi sherikimiz Qadri bo'ladi. Bu uning tunji safari. Shunga ko'pchilikning ko'proq adidorchilik qilishini umid qilaman. O'ltirganlarning hammasi qo'lini ko'ksiga qo'yib ma'qullik bildirishdi. Bir qo'rdan qarab chiqdi. Mahsum boy degini oqsimiz kelgan. Chiroydan to'tligi chiqib turdigan. Beshida chash degan narsa yo'q. Oypon kalli bo'lib, buningga alg'ay ko'zi va panoq burni bilan kalashdek eg'izi qo'shilib, uning to'tligi chiroyiga texmi tepib chiqqan edi. Uning o'g'li Qosim bo'lsa budirchash, sopur qosh, ersiyat shaklidagi panoq burun, kalash eg'iz, sesiq chish, ko'tmak saqal bo'lib, xuddi shumib tashlavatgan uzumdek o'ruq bir bola edi. Selimboy bo'lsa o'zi semiz bo'lsa-mu, ammo to'xtashlik chiroyidan ko'p o'qigan, bilimlik odamlarga chiqib turdigan. Yo'g'on bosh, ko'k ko'z, kangri burun bir odam edi. Uning jiyani To'xtamush intayin kelishgan bo'lib, qapqari parqiraq budir chochlari orasidagi bir jup nurliq ko'zi va burkutnikidek qonshorliq burniga o'ymoqdek eg'izi va shahzodalardek salobati qo'shilib, uni texmi jazbidor ko'rsatdi. Hammadan hayron qolganim Emin pashva bo'lib, u izchil ko'zini mendan uzmay qarab turardi. Men jiddiylashganimdan nima qilarimni bilmay, u yoq bu yoqqa qarab turib oldim. Ammo u hech mendan ko'zni uzdigandek qilmaydi. Bo'ldi qalayman. Qadrini xijil qilib qo'ydi. Emin pashva shundala miyig'ida kulib qo'yib, ko'zini mendan uzib boshqa yoqqa qaradi. Biz shu paranglarni qilguncha onam tamoqni tayyor qilib bo'lgan edi. Men chiqib onamga yordamlashib, dasturxon silib tamoqlarni ep kirdim. O'xshagan narin dasturxonga kelishi bilan Sadirkam xo'shlig'idan so'zlab ketdi. Pah. Ayxonadimizning o'xshagan narini yemaganga uzun bo'pti. Zindonda har kuni mushu narini xiyol qilib yotdim deyman. Voy, Sadir ukam. Kelin singlimizmi tamoqni o'qishdi-do deb anglagandim. Men qandaqmi yoshlarga yetalay? Yo'qsa. Selining atgan tamoqlari onamning atgan tamoqiga o'xshash tamlik. Men shu selining tamoqlarini yeb, selini o'z onamda ko'rman emasmi? Qani, undaqda tatinmay bahuzur elinglar. Biz mehmonlar bilan birga tamoqlanib bo'lgandan keyin Sadirkam ikkimiz yana o'g'ziga chiqib paranglashqash yatdik. Kechicha Sadirkam ikkimiz nurg'un ishlar ustida paranglashdik. Men uningga bo'ynoq bilan nishonning ishini deganimda, u hayron qolgan edi. Bir qochqur bilan bir burkut beqib oldim degan. Bu bir to'g'ri gap qilishmidi yoki burunqi o'tmish qotilni vatamdiqandi? Bu nima deganingiz Sadirka? Acaba burun shundoq odam o'tganmi? Shundoq. Buningda nihoyat uzun zamonlar ilgari mush qumliqlarni arlab, ezilgan xalqni zulmdan qutqizgan bir sirliq kishi o'tgan. Unimi sana o'xshash bir bo'risi va bir burkuti botdi. Ular u odamning yaqin do'stlari ekandiq. Balkim shundoq to'g'ri gap qilishdi Sadirka. Men undaq yomon bo'lmasam ya. Yo'lni aplab mang'amaydigan palakat tursam men. Sengo azroq palakat. Ammo qo'lingdan jiqish keladigan oq ko'ngil bolasan. Eng muhimi, senda cho'lgi bo'lgan o'tdek muhabbat bor. Bu qidimki safar burunqa o'xshamaydi. Mening ishonchlik sheriklarimning hammasi o'lib ketdi. Bu qidimki safardagi imindan bo'lak hech qaysisiga ishonmayman. Endi sen qaytilsang, ozroq bo'lsa-mu o'zimni xotirjam his qiladigan bo'ldim. Sadirka,
baya siz emindan boshqa hammalarning zindonga tashlanganliginglarni aytgandingiz. Ammo emin nimishqa omon qoldi? Chunki u boshqa yurtliqda. Biz bilan bir yurtdan emas. Biz tutilganda u o'zining yurtiga qaytib ketgan. Shu omon qoldi. Ha. Bu emin degan yordamchingiz ancha cho'ngdakmi qilmaydi, ha? Ha, yo'qay. U men bilan tang. O'zi sal jag'diroq shu. Nima? Shu ovoq siz bilan tangmi? Cho'qchoq qilmaga Sadirka. To'ra, men bilan tang. Tova. Men bilan ko'p farqlanmaydigandek turdi u. Sendin ko'p cho'ng qadrinim. Endi aramalili. At tayyorligingni qilib, amal bor, tezroq yo'lga chiqmasak bo'lmaydi. Ma'qul Sadirka. Obdan aramilanamsa. Sadirkam birdamdila uyquga ketdi. Men bo'lsam hayajondan uxlayolmay yotardim. Qandoq chaqda uxlab qolganimni bilmayman. Bir chaqda Boynoqning qattiq qovushidan uyg'onib ketdim. Odam baba, qutqizinglar, qutqizinglar. Birining ansiz chaqirishi anglandi. Men darhol pastga tushdim. Kechichi o'chmay yinib turdigan to'g'raqqa iliqliq jinchiroqni ilib uyning orqasiga o'tdim. Mahsum boyning o'g'li Qosim g'al-g'al titirginicha tomga yo'linib turardi. Boynoq bo'lsa, uning oldida uningga xiris qilib atadi. Bo'ldi. Boynoq, bo'ldi qal. Mehmonni qo'rqitib qo'yibsan. Hay, bo'ldi. Boynoq shundila xirildashdan to'xtab, katiki tarafga qarab mengib ketdi. Uninggacha boshqalarmi chiqib ulgurgan edi. Nemish bo'ldi? Hech yo'q. Boynoq Qosimni cho'chitib qo'yibdi o'sha. Men shundoq davitib Qosimning to'van tarafiga qarab qoldim. Uning ishtini ho'ltiratdi. Buni ko'rib, kulkamni zo'rig'i besib olib, Sadirkamga uni ko'rsatdim. Ay, Qosim. Bu sening nima qilganingdaymi? Shunchalik ish qilma, qo'rqoningdan ishtonga chiqarib etamsan hamdi. Men qo'rqib emas, asli hojatga chiqqan. Hamdi hojat qalay deb tursam putimning ostidan işte qavab bo'ldi, tushundim. İşte qavab kelsa, ishtonning ichiga chiqibdi-da o tarat, ha? Untekin studiyasi. Qosim degan bu odashning kekashligini hamda bilib atdim. O gap qilganda kekashlab gapini qilolmay, kuchab, chiroylari o'zgarib ketadi. O'g'lim, ben qo'rqib ketdim ha? Mahsumboy olg'ay ko'zlari bilan o'g'liga emas, Selimboyning jiyani To'xtamushga qarab gap qilgan edi. Men emas Mahsumka, o'g'lingiz o tarafda. To'xtamush shundoq deb uni yonga qaratib qo'ydi. Bu olg'ay odamning ko'zining buncha nacharligini o'ylamabdi ekanman. Uning shu topdagi qiyofati kishining kulgisini keltirdi. Hammaylan uyga kirib orom oldi. Sadirkam ikkimiz yana o'g'ziga chiqib ketdik. Atsi sahar o'rnimizdan turib nashta qilib olgandan keyin choyxonaning ishlarini biraqur qilib bo'lib, kaslab bo'lanmagan o'tinlarni kaslashga boshladim. Emin bilan To'xtamushning yordamida bir kundala 2 oyga yetgudak o'tinni kaslab tayyor qilib, qoznaqqa tizib atdik. Kechlik tomoqni yeb bo'lgandan keyin dadam bilan onamning yiniga kirib, ular bilan paranglashdim. Dada, men Sadirkamlar bilan kessam, sizlar qiynalib qolasizlarmi? Yo'qay o'g'lim, biz nimadan qiynaldik? Hamma narsani tayyor qilib berdim-ku.
oydinda yiroqlariga qarab o'ltirdi. Texi uxlamabsiz-da, Sadir aka. Hech uyqum kelay demaydi. Cho'lning kecha manzarasiga qarab hozir ilyapman qadrinim. Shundaq. Cho'lning kechilik manzarasi rostillabak go'zal. Qarang. Bir top yulg'onga. Yiroqdagi u yer bu yerlarda o'nib qolgan to'g'raqlarmi shundoq chiroyli. Bilmadim. Shu shaharlar buningdan nechasi ko'rkamdi, ha? Ondaq emas qadri. Shahar bu cho'ldek mehri issiq, go'zal emas. Shaharlarga yangi bog'iningda sana shundoq yaxshi, yaqishliq, ko'rkam tuyuladi. Ammo u yerda o'zim turib ketsa, hammani shu chog'da his qilsan. Odamlarning razilligini, egiz sepillar bilan qo'rshalgan shaharning bayni zindon ekanligini, o'zining bo'lsa shu zindondagina kichik bir arzimas odam ekanligini, bechora odamlarning yashash uchun qilgan yomon ishlari, haddidan oshgan aysh, ishrat, ishqibozliklarini ko'rganingda, u shaharlarga berib qolganingga ming pushaymon qilasan. Shu chog'da yana mushu qushqi kangri poyonsiz qumliqlarni, cho'llarni to'limi seg'inasan ukam. Sadirkamning so'zlari nihoyatda hasratlik va cho'nqur ma'nilik deyilyotdi. U shu gaplarni qilib bo'lib, eg'ir o'fsinib qo'ydi. Undaqda u kishilar nima uchun shu shaharlarga so'linib oladi? Nemasini-da? Balkim ular shuningga majburdir. Nurg'unlari shu shaharda nachchasi yaxshi ham ozodi bo'lgan cho'llarni bilmaydi-da. Shunga ular jahon mushu o'xshaydi deb, shu sepillarning ichida yashaydi inam. Asli mundaq keldi. Shundoq paranglar bilan qiysiyib yetib, qaysi vaqtlarda uxlab qolganimni bilmayli qopdim. Kechida g'ur-g'ur shamol chiqayotganligini his qilsam-mu, ustimga yepincha yepishga o'rinlik qilib, tongga ulashdim. Ertasi saharda hammaylar nashta qilib olgandan keyin yuklarni to'ygilarga ortib, menishning tayyorligini qildik. O'zingni ko'p asra o'g'lim. Safarda Sadir Kangning gapini oddan angla. Bo'ladan hargiz og'irlib qolma. Ma'qul dada. Tunji qitim safarga chiqyapsan o'g'lim. Qo'sog'ingni osh qo'yma. O'zingni charchitibma, angladingmi? Angladim ana. Zordinka, oyxonada. Qadri mening o'zimning enisi. Uningdan xotirjam bo'linglar. Amisa balini sizga topshirdik Sodirovka. Chataq chiqmaydi. Xotirjam bo'ling Zordinka. Anam bechora yo'g'on xurjunning ichini yemaklik bilan to'shtirib etgan edi. U eg'ir xurjunni akilib menga tutqizdi. Bolam, ichida sen amroq surlangan go'shtlar bor. Safarda qo'sog'ing ichib qolsa yesan. Boshqalarga bermay, o'zing yolg'iz yeginjimi? Anamning oxirida pichirlab degan va o'z o'g'li uchun sel dolqunlari mehr daryosining shiddatli eqillarida dolqun tomon ilgirlayotgan qudratlik yelkanga aylantirdi. Atdiganda quyoshning sharqdan ko'tarilishi bilan tam bizmi safarga otlandik.
Men tug'ilib o'sgan bu cho'ldagi g'ayrib kapam bara-bara orqamizda qilyotdi. Yiroqdan orqamga burilib qardim. Onam bilan dadam texchili bizga qarab turgan bo'lib, ular hozir xuddi cho'milidek kichiklikda ko'rinyapti. Men mangdigan chaqda bo'ynoqni dadamlarga qoldirib, uni agish kilvanmisun deb bog'lab qo'ygan edim. Shu topda u butun jahli bilan qavovatdi. Oxiri uning qavashlari o'g'lashga o'zgardi. Bu chaqda o'yimning qarisimi tugab, poyonsiz qumliqda safarimizni davom etayotdik. Tunji qitim o'ydan buncha yiroqlashim edi. Nishon bo'lsa, to'gining oldidagi lokisiga qo'nib olgan edi. Bigim, o shaharni nədimi topamiz? Ayni chaqda shahardan ayrilishimizga o shahar g'oyib bo'lgan edi. Endi borsak, topa olamizmi? Sadirkam to'gi ustida qiysiib o'ltirib, g'angsini qing'ir tishlab, birdan turib o'tgandan keyin javob berdi. Hayotli bo'lsak, o shahar hamon bizga uchraydi eman. Shuninggacha bu cho'ldagi hamma shaharlarga kirib chiqib, sodimizni qilaveramiz. Sadirka, Ha? sizlar ayni chaqda o shaharning aniq o'rnini xotirlab olmaganmi? Sarli qishloq yuz bergan joyda ko'p turishga bo'lmaydi. Ayni chaqda biz mush qoidaga amal qilib, o shahardan tezlik yiroqlashgan edik. Qumluq degan intayin cho'ng bir dunyo. Navoda topamizsak, hamma yerni aralab yuramizmi endi? Shundoq. Qadri inimiz shu bahonada hammani ko'rib, ko'zini pishirib oladigan bo'ldi-da. Sadirkam shundoq deb menga qarab qo'ydi. Ichimda xo'shlig'imdan bir xil hayajon tepib chiqyotdi. Yo'l bo'yi qumliqqa o'ngan yo'lg'un va necha chaqirimda bir ko'rinib qoladigan to'g'raqlardan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Hamma yer oltindek qum bo'lib, biz mushu qum dengizda ketayotgan yelkanlik kemiga o'xshab qolgan edik. Shu tariqada 5 kun yo'l yurgandan keyin kangri bir to'g'raqlikqa kelib qoldik.